Eng katta sehr sizda, ayollarda eng katta sehr eringizga bo'lgan vafodorligingiz, eringizga bo'lgan sadoqatingiz, eringizga bo'lgan mehringiz, eringizga bo'lgan shirin taomlaringiz eng katta sehr bo'ladi. Har qanday sehrdan kuchli sehr mana shu, shirin taom. Har qanday sehrdan kuchli, eng kuchli sehr ayol kishida. Ya'ni shirin taom, shirin so'z, go'zal e'tibor. Mana bu ayol kishini eriga qilayotgan sehri bo'ladi, halol sehr bo'ladi. Siz shunday sehr qiling eringizga. Hech qanday sehr ta'sir qilmaydi. Unaqa igna-pignalar emas, hattoki bolta tashab ketsa ham eringiz siz oldingizga keladi. Siz eringizga go'zal taom pishirib bering, go'zal muomala qilib qo'ying-a. Go'zal gapirib qo'ying-a eringizga. Go'zal kuzatib, go'zal kutib oling-a. Yaxshi gumonda bo'ling-a. Hech qanday sehr sizlarni buza olmaydi. Igna tugmalar emas. Igna tashab ketsa ham eringiz kelaveradi. Bolta tashab ketsa ham keladi. Hattoki matapila bo'lsa, matapiladan ham o'tib keladi eringiz. Chunki sizni sehrli, go'zal, shirin taomingiz bor, ovqatingiz bor. Sizni qo'lingiz shirin. Sizni sehrli, go'zal so'zlaringiz bor. Sizni joduli, go'zal ko'zlaringiz, qarashlaringiz bor. Sizni mehrli, sehrli muomalalaringiz bor, mehringiz bor. Sizni eng kuchli sadoqatingiz bor, vafoyingiz bor. Bunaqangi ayolga lubboy erkak yo'llariga sehr qilib ignalar tashlasa ham, boltalarni tashlasa ham, hattoki matapilalar tashlasa ham hammasidan o'tib keladi xotinining oldiga. Chunki ayol uni eng zo'r sehr bilan sehrlab qo'ygan. U qaysi sehr edi? Shirin taom sehri, shirin so'z sehri, go'zal ko'zlar, go'zal qarash sehri va go'zal sadoqat sehri, go'zal mehr vafo sehri. Mana eng kuchligi.